Shu katodi ham bir ko'ramiz. Yurishlarini. Demak, bizda XMG XS203 katalog ekan. Buni ham hech kim ko'rmadim shekilli. Hozir ko'ramiz, massasi. Yo'qmi, o'chim ekan. Qiziq, massasi qanday ekan? Короче, yangilik. Bundachi massasi kapot ichida mana yerdan qo'shilar ekan. Birinchi marta ko'rishim buni qolsin. Qani, hozir ko'raylik-chi, qo'shildim ekan aslan. Mana bardaligini. Hop, qo'shildi. Massasi qaydaligini ham bilib oldik. Zapravka bor. Tak. Konditsioner bor ekan. Uchinchi kerak konditsionerda. O, bu yerda ekan konditsioner buni topdik. Ventilyator anaroq. Voy, блядь. Bu yerda pedal yo'q. Avtomat korobkaga o'xshayapti. Yurish ko'rilishi. Oldiga, orqaga ketadi. Gaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne qilamiz? O, baxtimizga baqa o'ylab bor ekan bu yerda. Ha, shunday chiqib kelamiz. Bunaqa avtomat korobkalik birinchi marta qo'limga tushishi, to'g'risini aytganda. Endi sal boshqa sharolarni minmadim, aynan shunaqasini minmadim hali knopkaligini. Ava. Quyon rejimi mana yerda ekan. O, tezladi. Lekin yurishlari zo'r ekan buni. Vibratsiyasi mana bo'lsa kerak. Tushunmadim to'g'ri. Vibratsiya urmayapti bunda. So